Mana shunday gulni tikishni o'rganib oling. Keyingisi esa 6 ta biser, 2 ta xursab, bitta pistonimizni olib, xuddi shu tarzda tikib olamiz. O'rta qismini belgilab olamiz va yon tomonlarini 3 ta biser olib, xuddi shu tarzda videoda ko'rsatganimdek qilib, bu tarafini ham, qarama-qarshi tomonni ham tikib olamiz. Endi oralarda bo'shcha qolgan joylarini to'ldirib olamiz. Ya'ni 5 ta biser olib turib to'ldirib chiqdim. Qarama-qarshi tomonni ham 5 ta biser olib to'ldirib chiqdim. Endi oralarda mayda-mayda kichkina joylar bor. U joylarga 4 ta biser olib to'ldiryapman. Bu joyini ham 4 ta biser olib xuddi shu tarzda to'ldiryapman. Mana keyingilarni esa tezlashtirgan video orqali ko'rsatib beraman. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman.